Tibbiyot tashkilotlari uyushmasi bilan hamkorlikda yangi loyihani boshladik. Endilikda litsenziya olib yangi ish boshlagan klinikalar faoliyati bilan sizlarni yaqindan tanishtirib boramiz va loyihamizning ilk sonida Toshkent shahrida ish boshlagan Coral Med klinik tibbiyot muassasasi. Siz video davomida nafaqat ushbu klinik haqida ma'lumot olasiz, shu bilan birga xurrak otish hamda uyqu vaqtida qisqa nafas to'xtab qolish holatini davolashning yangi zamonaviy yechimlari borligini ham bilib olasiz. Klinikamiz shu yilning boshida yanvar oyida ishga tushdi. Bizda asosan LOR yo'nalishi bo'yicha ambulatoriya, xirurgiya, laboratoriya tekshiruvlari bor. Litsenziya olish jarayonlari sal boshida qiyinchilik bo'ldi. Qanaqa qiyinchilik? Chunki bizga tushunmovchilik bo'ldi, nimadan boshlashni bilmadik. O'shaning uchun biz konsalting xizmatidan foydalandik. Ular bizga kelib, tushuntirib, qanaqa nimalar bo'lishini hammasini tayyorlab bergandan keyin shu etap bo'yicha olish oson bo'ldi. Bu klinikani tashkil qilishida 4 ta LOR jamoasi qilib boshlaganmiz. Hammasi o'sha malakali LOR shifokorlar. Narxlar bo'yicha keladigan bo'lsak, narxda shahar bo'yicha ko'p joyini bilamiz. O'shaning uchun balandini ham emas, pastini ham emas, o'rta normal holatini olganmiz. Ketadigan xarajatlarimizdan va qiladigan ishimizdan, mehnatimizdan va xodimlarning oyligidan, kommunal to'lovlardan kelib chiqqan holatda biz o'sha narxlarni belgilaganmiz. LOR konsultatsiyamiz 180 ming. Muolajalarimiz masalan burun tomoq yuvish, asosan endi LORda burun tomoq yuvish bu 70 mingdan qilib qo'yganmiz. Ijtimoiy aksiya qilganmiz. 10 ta bemorga mutlaqo tekin operatsiya qilib berdik. Analizi, yotishi, yeb ichishi, hamma umumiy narkozi deymizmi, hammasini mutlaqo tekinga klinika o'zini bo'yniga olib 10 ta aksiyadagi bemorlarimizni qilib berganmiz. Klinikamizga kirganingizda mana ro'yxatxona, bu yerda kelgan bemorlar hammasi ro'yxatdan o'tadi, registratsiya qilinadi, qaysi vrachga bo'lsa ko'rsatiladi. Klinikamiz 24 soat ishlaydi, kechqurun navbatchi shifokorlarimiz bo'ladi, asosiy xirurglarimiz 4-5 gacha shu yerda bo'ladi. Keyin kirganimizdan keyin bizda birinchi bemor ko'radigan xonamiz, ambulator xonamiz ko'rishimiz mumkin. Bu yerda maksimal holatda biz o'zlarimizga bemorlarga qulaylik bo'lishi uchun apparaturalarni olganmiz. Buni LOR kombaynimiz, bu yerda hamma narsa bor. Endoskopiya deymizmi, atsosi deymizmi, hammasi bittada jamlangan. Klinikamizga kelganingizda bu laboratoriya, ya'ni qon tahlillari tekshirish xonamiz. Kelgan bemorimiz o'tirgan holatda o'sha qon analizlari olinadi, ichkarida o'sha tekshiruv natijalari ketadi. Bizga o'sha 1-2 soatda javoblari kompyuterda kirib biz o'zimiz ko'rib olamiz. Keyin bu yerda bizani nima deydi? Klinikamiz yuragi desak ham bo'ladi. Sterilizatsiya, ya'ni anjomlarni zararsizlantirish xonasi. Jarrohlik qavatimizga chiqqanda birinchi xonada bu yerda anesteziolog reanimatologimizning xonasi. Bu yerda o'sha yozuvchi kompyuterda hamma narsani qiladi. Bemor bilan savol-javoblar, tushuntirish ishlari mana shu xonada olib boriladi. Keyin reanimatsiya xonamiz, kelgan bemorlar birinchi mana shu xonada joylashtiriladi. O'sha qo'liga stilet qo'yilgandan keyin mana bu yerda 6 ta bemorga mo'ljallangan operatsiya xonasiga kiradi. Operatsiya xonasida operatsiya tugagandan keyin bemor uyg'ongandan keyin bu reanimatsiya xonasida kamida 2 soat ushlaymiz. Bemor o'ziga kelib, hushiga kelgandan keyin palatasiga chiqadi. Xorijdan Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Tojikistondan ko'p keladi bizga bemorlar. Vrachlarga, xirurglarga kerak bo'lgan hamma sharoitni qilganmiz maksimalni. Bu yoqda qo'pol qilib aytganda, qo'pol emas, bor narsasi puldan ekonom bo'lmagan. Agar siz bo'lmasa klinikangizni yo'lga qo'yish uchun qancha pul ketdi? Ancha ketdi. Uni aytolmayman. Bu 3-qavatimiz, bu statsionar o'sha bemorlar yotadigan xonalar. Mana bu palatamiz, bu VIP palatamiz. Endi ko'pchilik kimdir bilan qolishi mumkin yoki xotin bo'lishi mumkin. Xalal bermaslik uchun mana qulayliklar qilingan, hamma sharoit bor. Bu yerda yotgan bemorda o'ziga alohida dejurniy medsestra olib qolinadi.
Bu bir kishilik, bu yerda ham xuddi shunaqa sharoitlar qilingan. Endi ko'pchilik bitta o'zim yotaman deydi, maksimum mana shunaqa qilingan. Bu standart palata esa. Bu polyuks deyiladi. Aha, Bu yerda ham dush hammasi bor. yarim. Oddiy palata endi hozir kasallar yotgan ekan, men tepada bitta bor ko'rsataman. Bu narx-navosi qanaqa? Masalan, bu Xo'p, qarang. Oddiy palatalarimiz 700 ming. Bu 1 million 200 ming. lyuksiz Lyuksimiz 2 million 900 ming. Endi u yoqda er-xotin yotadi, endi pitaniyalari bor. Alohida hamshira qoladi, navbatchi. O'shaning uchun o'sha hisobga olingan. Chiroq o'chgan taqdirda ham bizda chiroq o'chmaydi. Butun binoni ko'tarib beradigan katta generator qo'yilgan. Tashqaridagi ko'z tushgan bo'lsa oranjoviy rangda. Bizda 4 ta xirurg bo'lsa, 3 ta xirurgimiz oliy toifali, bitta xirurgimiz birinchi kategoriyali. Hamma vrachlarimiz chet davlatlarida malaka oshirib kelgan. Shaxsan o'zim Turkiyada bo'lganman, Ozarbayjonda bo'lganman. Sheriklarim ham xuddi shunaqa, bittasi Amerikada bo'lgan, bittasi Hindistonda ham nima qilib kelgan. Biz har yili bir marta bo'lsa ham konferensiyalarga chiqamiz. Chunki o'zimiz uchun mablag' ajratamiz, yangi bilimlarni olib kelish uchun. Demak, elektron tizimiga biz ulanganmiz, chunki bu qulayligi bor. Asosan xurak ochishni sababi bu yumshoqlarlar. Misol uchun mana yotamiz. Mana ko'rsatib turishim mumkin bunda, bo'lajda. Mana bu bemorimiz xuddi shunaqa o'zimizda bo'ladi. Yotgan paytida bu mana bu qizil joyi bu mushak. Mushak juda ham yumshab ketadi. Yumshab ketganning hisobiga bu orqa tanlaga yopishib qoldi deydi-ku. Shu narsa orqasiga vibratsiya beradi. Ya'ni tebranish berganning hisobiga bu xurak otamiz. Ko'p holatda odamlar bilmaydi, xurak otyapti deydi, ayniqsa oldidagi odamni ozgina uyg'otib qo'yadi, shu bilan yana uxlab ketaveradi. xavfli belgi sifatida qaramaydi xurakka. Xavfli belgisi qaramaydi, lekin bu o'limga birinchi qadam, ya'ni birinchi signal hisoblanadi. Ya'ni ko'p holatda bemorlarimiz keladi, men xurak otaman deydi, to'xtab turing. Xo'p, xurak otadigan bo'lsangiz, ora-orada nafasingiz tiqilib qoladimi deymiz, ya'ni nafas olmay qoladi. Bo'ladi shunaqa narsa deymiz. Bu narsa infarkt, insultlarni 20 barobar ko'paytirib yuboradi. Xurak otishi diagnostikasi nima sababdan xurak otadi, qaysi sohada otadi va operatsiya qilsa yordam beradimi yo'qmi? Bu narsaga bizga o'zimizni оборудованияларni olib kelib qo'yganmiz. Ya'ni qo'limdagi turgan narsa bu yumshoq endoskop, ya'ni gibka endoskop hisoblanadi. Sun'iy uyqu chaqiramiz. Ya'ni o'zi tabiiy uyquga yaqin uyqu chaqiramiz. Shu paytida biz qaysi holatida qaysi yumshoqlarni qaysi qismi xalaqit beryapti yoki qaysi qismi yopilib qolganning hisobiga nafas to'xtab qolyapti, shuni bila olamiz. Bu tekshiruv qancha vaqt oladi? Bu tekshiruv o'rtacha 1,5 soat vaqt oladi. Ayniqsa anesteziologlar biladi, bu juda narkoz berish o'zi qiyin. Narkoz berishga uxlatish mumkin, lekin narkozdan chiqarib olish bu eng qiyin narsa. Shunga bizni yechim, ya'ni bu butun dunyodan standartlardan bittasi bu CPAP, BiPAP apparat deyiladi. Ya'ni bu narsa nima beradi? Nafas burundan yaxshi yetarli darajada olmasa, bu постоянно nafas berib turadi, havo.